yaqin kelajakda bo'ladigan narx harakatini tahlil qilamiz. O'tgan hafta analiz qilgandim. Bu yerda narx tushib shu o'rindan past tepaga ketish ehtimoli bor deb va Telegramda bu narsa bor. Mana xuddi shu joy narx tushib tepaga ketishi kerak va keyingi bizning maqsadimiz mana shu o'rin, ya'ni 1.208. Shuni kutyapmiz va ayni damda hech qanday bizda razvorot alomatlarini ko'rmayapman. Ya'ni bu yerda sell alomatlari hozircha yo'q. Yuqori ehtimol bilan keyingi hafta ham biz o'z yo'limizda davom etamiz. Bizda mana bu yerda уровень bor. Buni bunday qilib olsak, zerkalniy уровень, oynali уровень, ya'ni narx buzib o'tib bu yerdan reaksiya ko'rsatib yana qaytib shu уровень keldi. Bu kuchli уровеньlardan va bu yerdan ko'rganimizday o'tgan hafta shu hafta yopilmadik, pastga buzib o'ta olmadik va bu yerdan yuqoriga ketish ehtimoli juda yuqori. Shuning uchun ko'ramiz. Gap bilan pastga tushib bayga ketish ham mumkin. Bunaqa ehtimol ham bor. Gap bilan tepada ochilishi ham mumkin. Lekin ayni damda buqalar ustuvor, ya'ni ustuvorlik ko'tarilishda. Birinchi maqsadimiz bizni mana bu уровень hisoblanadi. Mana bu уровень, hali ungacha ancha bor. 1.85. Undan buni keyin buzib o'tsakgina biz keyingi marraga harakatlanamiz. Ayni damda bizning birinchi maqsadimiz mana bu maksimum 1.1848. Xo'p, davom etamiz. Funt dollar ham o'tgan safar analiz qilganimday bu yerda ana buy deb analiz berganman. Bu kunlikda narx e'tibor bersak qaytib kelib yana tepaga ketdi. Hozir buni ko'ramiz. Mana bu yerdan berganman analiz va qaytib kelib narx baribir o'sha bayda davom etmoqchi. O'sha mana bu уровеньga kelgan ayni damda va bu dalishi davom etmoqda. Pastki narxdan, pastki уровеньdan tepagacha 420 punkt. Va biz ayni damda ko'tarilishda davom etamiz. Mana bu maksimumga kelgan, ko'rsatgan maksimum va bu korreksiya qilyapti va bizning maqsadimiz mana shu уровеньlar atrofidan ko'tarilish. Balki yana tusharmiz. Ko'ramiz, vaziyatga qaraymiz. Lekin men nimani aytmoqchiman? Bu yerda 100% aniq bir nuqtadan ketadi deb hech kim 100% kafolat bermaydi. Biz trading o'zi ehtimollar nazariyasi asosida ishlaydi. Shuning uchun mana bu men aytayotgan analizlar bu yuqori ehtimollik bilan eng to'g'ri analiz bu yuqori ehtimol bilan qilingan analiz hisoblanadi. Yuqori ehtimol, ya'ni qancha ehtimolligi yuqori bo'lsa, shuncha ishonchli bo'ladi. Lekin hech qaysi analiz, hech qaysi zo'r trader bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, 100% analiz qila olmaydi. 100% ayta olmaydi. Chunki kelajakda nima, ertaga yoki bir muddatdan keyin nima bo'lishini hech kim bilmaydi.
Shuning uchun ehtimollik darajasiga qarab biz analiz qilamiz va zelkaga kiramiz. Shuning uchun bu yerda aytganimday, oldin ham aytardim, xavf xatarni kamaytirish kerak. Chunki aytganimizday bo'lmay qolishi ehtimoli bor. 1% bo'lsa ham, 5% bo'lsa ham bor. Man 100% analiz qilsam ham bu katta igroklar, katta o'yinchilar buni o'zgartirish ehtimoli bor. Men aytishim mumkin, mani analizlarim 100% to'g'ri, lekin ishlamay qolsa bu mani aybim emas. Bu katta o'yinchilar bu manipulyatsiya qilyapti va bu ham to'g'ri hisoblanadi. Chunki ular manipulyatsiya qiladi. Ko'p odam qayerga kirsa va ularni stopini olishga harakat qiladi. Ya'ni pulni olishga harakat qiladi. Shuning uchun do'stlar, riskni, xavfni kamaytirib savdo qilamiz. Bizning ayni damda kirish nuqtamiz mana shu atrof. Bunday qilaylik. Mana shu atrof. Keyin mabodo tushadigan bo'lsa, mana bu atrof bo'ladi, urinlar. Mana bu yerdan tepaga ketish ham mumkin. Bunaqa bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun bu eng daromadli nuqtalar, yuqori ehtimolli va riski past nuqtalar. Bundan riskni pasaytirish yo'lini bilmayman. Ya'ni 100%lik bundan yuqori ehtimolli signal bera olmayman, kirish nuqtasini bera olmayman va bu yerda yana bitta yo'li bor. Masalan, mana shu joyda siz kichkina time frame'da kirish nuqtasi model qidirasiz va shu model asosida kirasiz. Riskni pasaytirgan holda. Mana shu eng yagona yo'li. Daromad qilishni eng yuqori ehtimolli, eng to'g'ri yo'li shu. Tradingda ana shu. Boshqa yo'lni men bilmayman. Shuncha tajribam kelib chiqib, kitoblar o'qib, muvaffaqiyatli treyderlarning maslahatiga quloq solib va mana shu qarorga kelganman. Davom etamiz. Bitcoin sal bu yerda hozir yaxshiroqni ko'ramiz. Xo'p, mana bu ko'radigan bo'lsak, men oldin aytgandim, mana bu yerdan bunaqa o'rin bor bizda. Biz mana bu yerda nima qilyapmiz? Manipulyatsiya qilyapmiz va ayni damda oxirgi paytda men mana bu diapazonni olgandim va shu diapazondan pastga ketish ehtimoli bor degandim. Menda nimada bor, Telegram kanalda mana bunday qilib chizganim va bu yer bunday bo'lmadi. Nima uchun? Chunki narx qaytib tepaga kirdi. Diapazonga kirdi. Shuning uchun bu qilgan analiz hozircha atmeni, ya'ni qoldiriladi. Endi ko'ramiz nima bo'lishini. Hali bayga aniq signal yo'q. Selga ham aniq signal yo'q. Qachonki mana bu o'rinni buzib tasdiq olsa, ya'ni mana bu holat bo'lsa, shunaqa bo'lishi mumkin yoki sal boshqacha bo'lishi mumkin. Muhimi buzib aniq tasdiq olish kerak. Shundagina selga aytish mumkin. Sel deb nima qilish mumkin? Analiz qilish mumkin. Yana bitta varianti, mana buni lojniy proboy qilsa va mana bu o'ringacha kelishi mumkin. Lojniy proboy qilsa. Buni buzsa dalchi, demak, mana bu yerdan lojniy proboy qilganda shu joydan pastga ketish ehtimoli ham bor. Lekin ayni damda men hech qanday bayga signal ko'rmayapman. Ayni damda.
Yana bitta bu yerda ehtimollik nazariyasi bor. Mana bu yerda ko'rganimizdek уровень bor. Zerkali уровень desak ham bo'ladi mana. Zerkali уровень juda kuchli уровеньlardan. Bu haftalikda va bu mana shu pastga kelib, mana bu yerdan rivojlanib probay qilib pastga kelib, mana bu yerdan mana shu уровеньlardan globalniy bayga borilishi mumkin. Globalniy bay mana bu yerdan mana shu уровеньlardan bayga ketish ehtimoli bor. Ko'ramiz. Mana shu eng to'g'ri analiz mani nazarimda. Oltinga kelamiz. Oltinda narx o'suvchi narx. Bu yerda mana bu уровень bor edi. Bu уровеньni biz ложный пробой qildik. Ichkarida yopildi va bizning vazifamiz hozircha ayni damda bayga zilka qidirish. Ustuvorlik buqalarda. Buqalar ustuvor. Men o'zim ham bayga zilka qidiraman. Yana bitta qiziq joyi mana bu Fibonacci'ni tortganimizda mana shu atroflarda kirish nuqtasini ko'rsak va kirishimiz mumkin bayga. Xo'p, yana bir nimasi yo'li yana bitta variant mana bu уровеньdan bayga zilka qidirish. Eng vignisi mana bu. Qaysi men aytganimday, qaysi mana bu уровеньlardan, qaysi mana bu narx 4584 bo'ladimi, 4598 bo'ladi. Mana shu atrofda signal bo'lsa, kirish nuqtasi bo'lsa, kirish kerak. Yana aytaman, bu yerda buqalar usul, ya'ni bayga zilka qidirish kerak. Mana shu уровеньlardan eng daromadlisi mana bu уровень. Bu yerda stop-loss ham kichkina bo'ladi, risk ham kichkina bo'ladi va foydali eng arzon narx bo'ladi. Shuning uchun ko'ramiz. Yana yomon quladi. Oldingi haftalardan bunaqa yurish bo'lmagan, lekin bir kunda yomon quladi va bu ko'rayotganimizdek mana bu diapazon flatni buzib pastda yopildi va yuqori ehtimol bilan biz ketdik shu yerdan pastga. Hammasi oddiy. Mana bu уровеньni kutayotgandim va bu yerga biz kelmadik va bu yerdan manipulyatsiya qildi. O'yin qildi katta o'yinchi va bu yerdan bizda srazu selga burdi. Yuqori ehtimol bilan biz tepadan pastga ketamiz. Mana shu yerdan birinchi maqsadimiz mana bu уровень. Buni buzsak dalchi pastda. Xo'p. Kelinglar Kanada dollarini ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda tushuvchi trend. Bu yevro dollarga qarama-qarshi yuradi. Yevro dollarda. Bu yevro dollar o'ssa, bu tushadigan instrument. Chunki dollar parasi oldinda turibdi. Xo'p. Biz ayni damda tushyapmiz. Tushda davom etamiz. Hozir ayni damda ko'rsak mana bu yerda men bunda uncha ishlamayman, lekin mantiq o'sha.
flat bor, buzib, zakrepleni oldik va kelgusi ertaga dushanba, ertadan pastga zelka qidiramiz va mana shu yerdan kirsak ham qancha bo'ladi? Taxminan bunda kam yuradi bu. Bunda volatilность past 100 punkt bo'lar ekan. 1000 pips. Ba'zilar pipsni punkt deydi, ishqilib farqi yo'q. 5talik nuqtadan verguldan keyin 5talik raqam bo'lsa, bu 1000 punkt. Agar 4talik raqam bo'lsa 100 punkt. Mana shu keyingi o'rin mana shu bizda. Bir o'ttiz to'rt 79. Bizda tradingga oddiy qarash, qiyinlashtirmaymiz. O'zi bu oddiy qilsa ham oddiy emas, lekin shuni ham odamlar juda ham qiyinlashtirib tashlaydi. Indikator qo'shadi, bir nimalar qiladi, oddiy qarash kerak. Mana men qiladigan narsa analiz qiladi. Mana bu flat bor, diapazon buzib o'tdik, zakrepleni oldik, pastga ketyapmiz. Tamom. Hammasi oddiy. Bu yerda ham xuddi shunday diapazon bor, buzib o'tdik, zakrepleni oldik, pastga ketyapmiz. Tamom. Qiyinlashish kerak emas. Mana bu yerda ham любой joyda ko'rsataman. Любой tarixdan oldindan ham ko'rsataman. Unaqa nima emas, boyagi tarixda ishlab berib, mana ishlamayapti-ku degan gap yo'q menda. Oddiy hammasi. Ko'pchilik tarixni ko'rsatadi, oldiga kelib qolsa to'xtab qoladi, nima qilishni bilmay qoladi. Mana bu yerda ham qaranglar. Lekin bozor o'zgaruvchan, bir xil bo'lmaydi. Buni hamma biladi. Ya'ni biz bilgan strategiya doim ham bir xil ishlayvermaydi. Lekin mantiq o'sha. Mana bu yerda flat bor edi. Biz buzib o'tdik. Mana bu yerda bizda zakrepleni bo'ldi. Biz ya'ni mana bu yerdan ayni damda deyadida mana bu yerdan nima ko'ryapmiz, signal. Lekin biz mayda time frame'ga o'tsak, bizda marhamat, mana bu yerda signal bor. Hammasi oddiy.